O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 9, 10, 11 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 9 aprel kuni Samarqand, Jizzax viloyatlarining ba'zi joylarida yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 9 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja. 10 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja. 11 aprel kuni kechasi 12-17 daraja, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.